kishini cho'chitadigan. Endi herkes televizor ko'rmayman. Ha? Sadi, nemiş bo'ldi? Televizorni ochibla, kelkun kelgan, aeroplan portlab, binolar o'rilib tushgan ko'rinishlarni ko'rdim. Bu degan xabar tursa. Ben qo'rqib ketdim. Dadam buni kishini cho'chitadigan xabar deydi. Shunga men buningdan keyin herkes televizor ko'rmayman. Sen dadamning gapini xato tushunib qopsan. Men qanday xato tushunib qopdim-men? Kishini cho'chitadigan degan gapning ma'nosi asli mundaq tursa. Bu hikoyada Süy sulolasining oxirgi podshohi Yangguang so'zlanadi. La 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 la. Ma'lum bo'g'ay, Vangsho o'zlari bilan ko'rishman deydi. Kirsun. Voycan. Bugun yana qanday qiziqish bakin ko'rib baqaychu. Bir, ikki, bir, ikki, bir. O'zlari bilan ko'rishgili keldim alilari. Yashig'ayla, tuman ming yil yashig'ayla. Bo'ldi, gapni oz qil. Meni nima ish bilan izlagan eding? Alilariga ma'lum bo'g'ay. Bir e'lon qo'sa qismida Yangguang shohimizning saltanati Ziyoda bo'g'ay degan xatba bir tashbag'ini tutib olibdi. Nima? Yezlig'ini rostli mening ismim ekan? Shundaq. Hey. Bu jamiyatlarning uzungacha osoyishlik va xo'shallik ichida o'tadiganligining bishoratidir. Yangguang shohimizning saltanati Ziyoda bo'g'ay. Endi men ortiq avar bo'lmasam-mu, butun dunyo mening bo'ladigan bo'ldi. Kishilik hayotda doim kutilmagan voqealar yuz berib turdi. Vangsho xonga uzungacha osoyishlik va xushallik ichida o'tilganlar deb uzun o'tmaylar xonish olamdan o'tibdi. Uzungacha osoyishlik va xushallik ichida o'tadiganlar da'vatdi. Ammo menga bundaq ko'ngilsizlikning kagini nimasi? Ma'lum bo'g'ay, Vangsho kelibdi. Kirsun. Bir, ikki, bir. Alilari, xap ko'rildi-ku. Meni toza nasvas eding, ha? Hergiz bundaq demisizlar. Xonish aslida bu satvadan o'zgargan ekan. U hozir arishga qaytib ketibdi. Ha? Rasma? Alilari, bu yoqqa kelsizlar. Qarsizlar, osmonni qora bulut qaplabdi. Demak, xonishning sal ko'ngli yerim bo'lib qapti. Alilari, qarsizlar, xonish arishda nihoyatda xushal turib etibdi. Mana Quyoshmi bu xush xabarni yetkazgili chiqibdi. Bak yaxshi bo'ldi. Xonish, ayaq bu satva meni panoyingizni saqlab, menga uzun umr ato qilasiz. Meni hargiz ep ketmang. Sizdan o'tinib qolay. Vangshoning bu sapsatilari o'rdadagilarning kamsitishga uchragan bo'lsa-mu, biroq xonning ko'ngliga yiqib qopti. Xalqmi bara-bara Vangshoning yolg'on yovudaq gaplar bilan xonni aldab, ko'nglini utib olganligini bilibdi. Kishini cho'chitadigan degan bu ibora mana mushuningdan kelgan ekan. Buning ma'nosi kishini hongtong qoldiradigan xabar deganlik bo'lib, real turmushda yuz bergan yomon ish, baloy ofatlarni ko'rsatadi. Cho'chitadigan degan so'z qo'rqish, hongtong qilish degan ma'noni bildirdi.